Minecraftda ko'p moblar bor, lekin ulardan biri boshqalardan butunlay farq qiladi. Bu Enderman. Assalomu alaykum, siz Trayvo kanalidasiz. Bugungi videoda men Endermanlar haqida to'liq ma'lumotni sizlarga aytib o'taman. Birinchi bo'lib, Endermanlar baland bo'yli, qora va jim. Va eng qo'rqinchlisi, u sizni kuzatadi. Birinchi qarashda oddiydek tuyuladi, lekin e'tibor bering, u hech qachon tasodifan hujum qilmaydi. Faqat siz uning o'ziga tik qarasangiz, u birdan o'zgaradi, qichqiradi, g'azablanadi va sizni ta'qib qila boshlaydi. Nega? Endermenlar haqida eng mashhur nazariyalardan biri shuni aytadi. Ular aslida avval odam bo'lishgan. Ha, oddiy playerlar. Qanday qilib? Bu uchun biz Endga qarashimiz kerak. Bu o'lcham, bo'sh, qorong'u va deyarli hayotsiz. Bu yerda faqat bitta hukmdor bor. Ender Dragon. Tasavvur qiling, bir guruh odamlar Endga tushib qoladi va qaytib keta olmaydi. Vaqt o'tgach, ular o'zgarishni boshlaydi. Uzunlashadi, teri ranglari qorayadi va ular teleport qilish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Shunday qilib ular Endermenlarga aylanadi. Shuning uchun Endermenlar bloklarni ko'taradi, ya'ni eski odatlari qolgan. Va yana bir narsani aytadiki, ular xuddi nimanidir qurishga harakat qiladi. Suvdan qo'rqishadi, chunki Endda suv yo'q. Va eng muhimi, ular hali ham insoniy xotiraga ega bo'lishi mumkin. E'tibor berganmisiz? Enderman ovozlari g'alati eshitiladi. Aslida bu oddiy tovush emas, bu teskariga aylantirilgan so'zlar. Ba'zilari eshitganda shunday deydi: Help! Look for the air! What's happening? Go'yoki ular yordam so'rayotgandek, lekin hech kim tushunmaydi. Endermenlar yana bir narsani qiladi. Ular Ender Dragonni himoya qiladi. Nega? Agar ular haqiqatdan ham Endga qolib ketgan odamlar bo'lsa, balki Dragon ularning shu holatga tushirgan sababchisidir. Yoki aksincha, ular Dragonni o'z hukmdori deb qabul qilishgan. Eng qo'rqinchli savol esa bu: nega ular sen qaraganingda hujum qiladi? Ba'zi nazariyalarga ko'ra ular sizni tanib qoladi. Siz oddiy playersiz. Ular esa avval shunday bo'lgan va ular sizni ko'rib, o'z o'tmishini eslaydi. Shuning uchun ular g'azablanadi va hujum qiladi. Shunday ekan, savol: Endermenlar shunchaki mobmi? Yoki bu Minecraftdagi yo'qolgan odamlarning qoldig'imi? Izohlarda yozing. Siz nima deb o'ylaysiz? Enderman aslida kim? Umid qilamanki men o'z fikrimni ayta oldim. Sizlar ham o'z fikringizni izohlarda yozib chiqing. Bu men uchun juda ham qiziq bo'ladi. Aytgancha, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang, chunki men hali ham 100 ta bo'la olmadim. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.